Assalomu alaykum. Xayrli kun do'stlar, aziz podpischiklarim, obunachilarim, vatandoshlar, hammangizga xayrli kun tilayman. Do'stlar, bugungi videoyim tovuq xorozlarni kasali haqida olmoqchi edim. Lekin ko'p podpischiklarimizning talablariga binoan qanday qilib shu sovuq payti tovuqlar ko'proq tuxum qilish uchun video olaman do'stlar bugun. Ko'p podpischiklarimız so'rashyapti, sizniki shunda sovuq bo'lsa ham qanday qilib tuxum qilyapti, sekreti nimada? Bizlarning tovuqlar tuxum qilmayapti deyapti. 6 oy, 7 oy bo'ldi, tam jo'jalar katta bo'ldi, tuxum qilmayapti. Bugun men sizlarga aytib beraman do'stlar, nimaga tuxum qilayotganini bularni. Birinchi do'stlar, bu tovuqlarimni mana tuxum qilayotgani bu yerda 10 ta 11 ta tavug'im bo'lsa 7 tasini shunchasi tuxum qilyapti. 7 tasi tuxum qilyapti. Men zamit qildim. Tuxum qilishning sababi birinchisi bu помещение. Joy issiq bo'lishi kerak do'stlar. Agar issiq bo'lmasa bular tuxum qilmaydi. Temperatura, помещение mana shu tovuqxonani temperaturasi o'zimning optimdan to'shni aytaman, plus 10 dan tushmasligi kerak. Plus 10. O'zi plus 15 dan tushmasligi kerak. Temperatura plus 10, 15 dan tushdimi, manaman degan yaxshi tuxum qilayotgan tovuqlarim, tovuqcham tuxum qiladi. Mana shu ham даже tuxum qilmay qolardi. Zamit qilganman. Shuning uchun do'stlar, temperatura постоянный plus 15 dan tushmasligi kerak. Ikkinchisi, sizlarga aytib ko'rsatay nima bilan istoqman do'stlar. Mana kam nima yeydigan, elektr energiya yeydigan batareyka qo'yganman men bu yerga. Bu yaqinda o'zlaring bilasizlar qanday sovuq bo'ldi, -10 gacha o'sha paytda ishlatganim. Hozir ishlatmayapman. Bu temperatura bu yerga уже 10-15 temperatura bor. Xudoga shukr, bular tuxum qilyapti. Ikkinchisi do'stlar, конечно bu ovqati, питанияsi. Ovqati разнообразный bo'lishi kerak do'stlar. Bularning ovqatiga 3 xil donna almashtirib men korm qilganman. Videom bor, kirib ko'ringlar do'stlar kanalimga. Spesialniy korm deb yozib qo'yganman, video qilganman. O'shani ko'ringlar. Shu spesialniy korm qilib beraman bularga. Keyin sut mahsulotlaridan chakka olib kelib beraman bularga. Haftasiga bir 40 ta 50 ta tovuq, общий xoroz tovuqlarga 50 ta bo'lsa bir 3 kilo 4 kilo chakka olib kelib beraman. Bu svejisi bo'lmaydi. Inogda sal ozgina qolgan bo'lsa ham men tanishlarim bor, menga berishadi, olib kelib beraman. Bularga bo'ladi. Uning ichida живой bakteriyasi bor, tovuqlarga ham kalsiy bo'ladi bu. Suyaklari ham baquvvat bo'ladi. Keyin tuxum qilishi ham yaxshi bo'ladi. Tuxumni o'sha po'chog'ini, kalsiyni mana shu chakkidan oladi bular. Keyin yana uchinchisi, ovqatiga nima beraman men bularni? Sabzavot, mevalar hamma narsani po'chog'ini maydalab beraman. Sveji beraman, qaynatmayman. Boshqa narsalar bilan qo'shmayman. Отдельно bitta ratsionga yo kechga yo ertalabga men bularga o'sha piyoz, sabzi, ovoshi, mana po'choqlar chiqadi-ku, maydalab, mahinlab sveji beraman bularga. Yeb yaxshi vitamin bo'ladi, yaxshi tuxum qiladi. Keyin yana tuxum qilishini sababi 5-inchisi nima? Ichida xorozlar. Yaxshi xoroz bo'lishi kerak. 3 ta xoroz bor, ichida menikiga bitta, ikkinchisi, uchinchisi mana qizil xoroz. Здоровый, nima katta jasadli nima bo'lishi kerak? Baquvvat xorozlar bo'lishi kerak ichida mana. 3 ta xoroz bor, uchalasi ham yaxshi xorozlar. O'zim katta qilganman. Ba'zi bir xorozlar bor do'stlar, bilasizlar, u даже qichqirmaydi ham, tovuqning ustiga chiqmaydi ham, qo'rqadi, yotadi. Ko'p xorozlardan qochganda xorozlar bo'lmaydi. Mana shunaqa здоровый, govdali, chiroyli xorozlardan bo'lsa, tovuq yana yaxshiroq tuxum qiladi. Shu главный do'stlar, mana shu ovqatiga, keyin sovuq paytda nimasiga qaraysizlar? Помещениyaning nimasiga, temperaturaga. Plus 15-20 dan tushmasligi kerak. Issiq bo'lsa, ovqati yaxshi bo'lsa, tovuqlar bemalol qishga bo'lsa ham sizlarga tuxum qilib beradi. Ana u aptekalarda, vet aptekalarda sizlarga predlagat qilayotgan vitaminlar, qandaydir tuxum qildiradigan dorilar, ular hech biri foyda bermaydi. Ularni vaqti kerak emas olish ham do'stlar. Bekorga pulni sarflab. Ularga просто qishda помещениyaning, tovuqxonani issiq qilinglar iloji bo'lsa. Keyin ovqatini yaxshiroq beringlar. Разнообразный vitamin yesa, naturalniy mana shu po'choqlar, sabzavotlar, mevalardan oz bo'lsa ham yesa, ular tuxum beraveradi. Mana obunachilarimiz sal qoldi esimdan chiqishiga, sizlarga gapim rostligini isbotlash uchun tovuqlarimni
yashirib tuxum qilayotgan joyini ko'rsataman. Baland joyga chiqib, mana shu yerga yashirinib tuxum qilayotgan ekan mana do'stlar. Qaranglar. Mana. Ikkita tuxum olgandim, 4tasi qolgan, 7tasi tuxum qilayotgandi. Bugun 6ta bo'ldi. Qaysi biri tuxum qilmadi? Salgina ovqatni kam yesam, ozgina vitamin yetilmasa ham tuxum qilmaydi. Xudo xolasa ertaga tuxum bo'ladi. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosib, kimning savoli bo'lsa, yaxshi tuxum qilish uchun kommentariyaga yozib qoldiringlar. Xayr, salomat bo'linglar.